Meni ismim Mamajon Islomjon. Meni ismim 1998-yilda tug'ilganman. Buloyda tumanida tug'ilganman. Namangan viloyati Pop tumani No'bahorda dehqonchilik qilamiz. Akamlar hamma bilan dehqonchilik qilamiz. Haykalimiz 15 gektarda. Jumanazar tog'am bilan mana 3 oy, qashti 3 oydan beri ishlayapmiz. Uz agro dorilari bor, VDS vitaminlari bor. Biz VDS vitaminlardan juda katta foyda ko'rdik. Mana shu foliz ekanimiz, qovullarimiz mana juda sariq, nimjonroq edi. To'xtamasdan VDSni ishladik, VDSda. Mana o'zlaringiz haykalni ko'rib turibsizlar. 150 gramdan qo'shdik 10 litr suvga. Mana qovunning holati, rangini qoraytirib, haqiqiy hamaklarini ham katta-katta qilib, holati yaxshi mana qovunlarimizni har bittasida 2 tadan, 3 tadan, eng kamida bittadan meva bor mana qovunlarimizda. Hammasi. Hosili yaxshi, Xudoga shukr. VDS bilan mana estedil ishlayapti mana. Hammasida mevalari bor mana qovunlarimizda. Qaysi yilda ekilgan bu? Bu 5-mayda ekilgan. Jonazar tog'a. 5-mayda ekilgan. Ha, 5-mayda ekilgan narsa mana shu holati mana. Ashti mana bir oydan o'tdi-yu, qovun lekin o'zgarishlar zo'r. Mana bu holatda mana neychalar mana mana bu yerda bitta mana. Mana bu yerda bitta mana ko'rib turibsiz. Hammaga bittadan. Hammaga mana 2 tadan, 3 tadan mana bu yangi olyapti. yangi olyapti. Ko'chadan mana shu mana VDS'dagi narsasi mana. Natijasi Mana. Mana daklariga VDS'ning ranglari tushib qolgan mana. Qovunda mana 150 gramdan qo'shganman 10 litr suvga. Har 3 kunda ishlov beriladi bu narsaga. Har 3 kunda ishlov beriladi, o'zi qovunda o'zi aytadi natijani. O'zi aytadi natijani. Kasallikka chalinib o'disi bilan ishlaganingizda. Yo'q. Akrobat degan narsani hali bunga yaqinlashtirganim yo'qman. Kasallikka baklarda ko'ryapsiz, qalinligini mana. Ko'ryapsizmi? Buni bakda mana. Mana qalinligini ko'ryapsiz mana. VDSning rangi ham chiqib qolgan o'zi vitaminda mana. Qorayib turibdi mana, hamaklari mana. Mana. Ikkitadan, uchtadan hamagi bor mana. Baklari qalin, qop-qora. Mana shu holatda mana. O'sha Germaniyadan kelayotgan akrobatni o'rnini bosyaptimi? Bosya vitamin endi u akrobat boshqa narsa. Uni ishlavi, lekin mana vitaminning yo'nalishi bu boshqa narsa. Qovunda tomirlarini joy-joyiga olib boryapti, vitamin immunitetni kuchaytiryapti, stressga chalinmayapti. Qovunlarimiz zo'r mana. Kasallikka umuman chalinmaydi. Yo'q, kasallikka chalingan yo'q mana. Kasallangan qovunlarga ham sepganmisiz? Kasallangan qovunlarga sepganmiz. Kasallangan qovunlarni ham endi bir yil Xudoga shukr kasallanmadi. Shu oldini olyapmiz u. Lekin kasallangan qovunlarni ham yashlatadi. Bunga aqlim yetadi, 100% aqlim yetadi. Lekin ishlovga dehqonlar erinmaymiz. Har 3 kunda ishlaymiz shu. Natijani keyin ko'ramiz mana shu yerda mana. Bu bor narsa bu. Agar ishonmaganlar kelib haykalimni kelib ko'rib ketishi mumkin. Bitta bir xil emas, 3 xil, 4 xil holatda ekilgan. Xo'p, rahmat, salomat bo'ling. Ko'rib ketishi mumkin mana.